Oliy va buyuk Alloh erkaklarga ayollar bilan yaxshilik ila yashashni va ularga nisbatan sabrli bo'lishni buyurdi. Ular bilan yaxshilik bilan muomala qilinglar. Agar ular sizlarga yoqmasa, balki siz yoqtirmagan narsada Alloh sizlar uchun katta yaxshilik qilgan bo'lishi mumkin. Niso surasi 19-oyat. Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam ayollarning ibodati uchun Alloh tomonidan belgilangan ajrlar haqida xabar berganlar. Agar ayol kuniga 5 vaqt namozni ado etsa, Ramazon oyida roza tutsa, o'z tanasini nomahram erkaklardan saqlasa, eriga itoat qilsa va to'g'ri hayot kechirsa, unga jannat eshiklaridan istaganini tanlash imkoni beriladi. Agar u ibodatlarni go'zal ado etsa, u 70 avliyodan afzal bo'ladi. Alloh taolo uni oxiratda 70 hur qizdan ham go'zalroq qiladi. 70 ming farishta faqat uning libos va ziynatlarini ko'tarib yuradi. Amonatni halol va sodiqlik bilan saqlaydigan ayol 70 erkakdan yaxshiroqdir. Agar ayol barcha uy ishlarini bismillah deb boshlasa, barcha narsalar uning uchun duo qiladi va istig'for aytadi. Shuningdek, u yeb ichgan har bir narsada baraka bo'ladi. Ayol Allohga eng yaqin bo'ladigan holat uyning ichkarisida bo'lgan paytidir. Ayolning uy hovlisida o'qigan namozi masjidda o'qigan namozdan afzaldir. Uyda o'qigan namozi hovlida o'qiganidan afzal. Uyning eng ichkarisida o'qigan namozi esa uyning boshqa joyda o'qigan namozdan afzaldir. Agar ayol uy supurib, tozalash ishlarini zikr bilan bajarsa, go'yoki Ka'ba ichida tozalik qilgandek savob oladi. Agar ayol hayvon so'g'ish vaqtida zikr aytsa, har bir hayvon uning uchun duo qiladi. Qaysi ayolda hayz davri boshlansa, bu faqat gunohlarga kaforat sifatida berilgandir. Agar u hayzning birinchi kunida alhamdulillah deb, astag'firulloh deb tavba qilsa, Alloh uni Sirot ko'prigidan o'tadiganlar ro'yxatiga yozadi va jahannam azobidan omonda qiladi. Agar u bu kunlarda ko'p zikr qilib, Alloh taologa shukr aytib tavba qilsa, har bir kun va har bir kechasi uchun unga 40 shahid savobi yoziladi. Dunyo hayotida ko'p mashaqqat va qiyinchiliklarga sabr qilgan soliha ayol oxiratda Hazrat Osiya, Fir'avning xotini maqomiga erishadi. Diniy ilmi chuqur bo'lgan ayolning 2 rakat namozi oddiy ayolning 80 rakat namoziga tengdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qizlari Fotimaga roziyallohu anha so'radilar: "Ayol uchun eng yaxshisi nima?" U: "Erkaklar uni ko'rmasin, u ham erkaklarni ko'rmasin" deb javob berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni bag'riga bosib, avlodlar bir-biriga o'xshash bo'lishni aytdilar. Agar ayol Alloh roziligi uchun boshini rumol bilan o'rab, avratini berkitsa, Alloh unga boshni silaydigan farishtani yuboradi. Jannat ahli Alloh taoloni ko'rish uchun uning huzuriga borganda, dunyoda yuzi va tanasini berkitgan ayollarga Alloh o'zi zohir bo'ladi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Salama roziyallohu anhoning uyiga kirdilar va uni bomdod namozidan keyin Allohni tasbih aytib o'tirganini ko'rdilar. So'radilar: "Ey Ummu Salama, nega boshqalar bilan jamoat namozida qatnashmaysan? Nega juma namoziga bormaysan? Nega haj qilmaysan? Nega jihad qilmaysan? Nega Qur'on o'qimaysan?" U aytdi: "Ey Allohning rasuli, bu ishlar erkaklarnikidir." Shunda Rasululloh alayhissalom dedilar: "Ayollar uchun ham bu ishlarga teng bo'ladigan amallar bor." U so'radi: "Ular qaysi amallar?" Rasululloh alayhissalom dedilar: "Agar ayol Parvardigorning farzlarini ado etsa va eriga itoat qilsa, qo'li bilan ip yigirsa, bu go'yo tasbih aytib zikr qilganidek bo'ladi. Ip yigirib turgan paytida go'yo jamoat bilan namoz o'qiyotgandek bo'ladi. Agar farzandlari uchun taom tayyorlasa, gunohlari daraxt barglari kabi to'kiladi. Ayolning 1 soat ip yigirishi go'yo ko'prik yoki mahalla qurganidek savobdir. Uning ip yigirish ovozi bilan